Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qur'oni Karimning avvalgi 10 porasidagi suralar aksari madaniy suralar hisoblanadi. Qur'oni Karimdagi suralar nozil bo'lish jihatdan ikkiga bo'linadi. Makki suralar va madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralar, bular hijratdan oldin tushgan suralar. Madaniy suralar bular hijratdan keyin nozil bo'lgan, tushgan suralar hisoblanadi. Hijratdan oldin nozil bo'lgan, tushgan suralarga asosan ikkita katta e'tiqodni o'z ichiga oladi. Birinchisi, ikkita katta e'tiqod. Alloh taoloning birligi, borligi va yagonaligi. Qul huvallohu ahad. Allohu somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Alloh taolo bir, bor. Ya'ni Makkada o'sha payt shirk bo'lgan. Ko'p xudoga ishonish bo'lgan. Ko'p xudolarga sig'inganlar. Ularning Ka'ba atrofida hatto 360 ta but sanamlari bo'lgan. 360 ta. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilar kim? O'zimni e'tiqodimga o'zim ajablanaman. Xurmodan xudo yasab olardim, och qolsam yeb yuborardim. Unga sig'inardim, och qolsam nima qilardim? Yeb yuborardim. Demak, dunyodagi ko'p xudolik e'tiqodiga qarshi payg'ambar alayhissalatu vassalom haq e'tiqodni bayon qildilar. Qadimda dunyoda nima bo'lgan? Ko'p xudolikka e'tiqod bo'lgan. Nima uchun? Haq dastur rabboniy kitob bo'lmagan. Quyosh xudosi, oy xudosi, suv xudosi, yorug'lik xudosi va zulmat xudosi bo'lgan. Va hokazo. Bunaqa xudolarning son sanog'i bo'lmagan. Nima uchun? Chunki har bir odam, uddaburon odam bir xudoni ixtiro qilsa, unga ergashganlar o'shanga ibodat qilib ketganlar. Hubal degan, Lot degan, Manot degan, Uzzo degan xudolar bo'lgan, ko'p xudolik bo'lgan butlarga odamlar sig'ingan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom 13 yil davomida Makka-i Mukarramada qilgan birinchi asl da'vatlari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taoloni bir u bor deb bilish, payg'ambar alayhissalatu vassalomning uning barhaq payg'ambari deb e'tirof qilish bo'lgan. Demak, xudoni bir bor deb bilgan odam mutlaq Allohni bir bor deb bilgan. Ikkinchi katta mavzu, Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan ikkinchi katta mavzu val ba'si ba'dal maut. O'limdan keyin qayta tirilishlikning haqligi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom man kana yu'minu billah val yawmil akhir deb hadisni davom ettiradilar. Kimiki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, u ishni qilsin, bu ishni qilsin deb Hazrat Rasuli akram alayhissalom aytadilar. O'limdan keyin qayta tirilish barhaq, hisob kitob barhaq. O'limdan keyin qayta tirilishni ko'p toifalar, ko'p xudolik odamlari inkor qilgan. Nima deydi? Innama hayatuna namutu va nahya va ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ular nima deyishadi? Bizning hayotimiz, bizning vafotimiz, tugashimiz farzandlarimizni hayotlarini davom ettirish bilan bo'ladi. Bizlarni zamon o'ldiradi, halok qiladi, qayta tirilish yo'q deydilar. Ba'sni, o'limdan keyin qayta tirilishni inkor qiladilar. Allohning oldidan kim kelib deydilar? Kim tirilib deydilar? O'limdan keyin qayta tirilishni inkor qilgan odam dinni inkor qilgan bo'ladi. Jannatni inkor qilgan bo'ladi, do'zaxni inkor qilgan bo'ladi, qabr azobini, qabr rahmatini inkor qilgan bo'ladi. Ko'p narsani inkor qilgan bo'ladi, hayotdagi muvozanatni inkor qilgan bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom Makka zamonida mana shunga chorladilar. Ana endi bu avvalgi 10 pora bu madaniy suralar. Madaniy suralar
hijratdan keyin nozil bo'lgan suralar. Bularga asosan islomdagi odoblar, axloqlar, islomdagi shariat qonunlari, islomdagi huquq normalari, islomdagi hayot tarzi belgilangan. Qanday bo'lishligi kerak? Niso surasi, ayollar surasi, lekin u o'zining zimnida, o'zining ichida juda ko'p uning oyatlari meros to'g'risidagi oyatlar. Meros to'g'risidagi. Merosni taqsimlash to'g'risidagi. Odamizod vafot qilgandan keyin merosi qanday taqsimlanadi? Mana shu ahkomlarni o'z ichiga olgan. Nima uchun aynan ayollar nomi bilan atalgan sura ichida meros taqsimoti? Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom ayollarga nima deydilar? Sizlarga oltin va kumush chiroyli qilib ko'rsatildi degan bir rivoyat bor. Alloh hammamizni ibodatlarimizni qabul qilsin. Qur'oni Karimning muborak nafahotlari bilan, marhamati bilan qalblarimizni Alloh yorishtirsin. Allohu akbar.